Injinerik konstruksiyalar fanidan to'siqlar va to'siqlar konstruksiyasi, po'lat to'siqlarni konstruksiyalash va hisoblash mavzusida amaliy mashg'ulot taqdim etmoqchimiz. Demak, bunda amaliy masalalarni amalga oshirish uchun quyidagi adabiyotlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Po'lat to'siqlarni amalga oshirish uchun quyidagi sxemalar orqali amalga oshiriladi. Bunda eguvchi momentning maksimal miqdori aniqlanib, unga ta'sir etayotgan qarshilik momentlari bilan solishtirib, hisobiy qarshiliklari orqali hisob kitobini amalga oshirib ishlash imkoniyati yaratiladi. Bu uchun konstruksiyaning umumiy ko'rinishi keltirilgan. B'da ikkinchi darajali to'siqning hisobiy chizmasi, S'da bosh to'siqning hisobiy chizmasi, birinchida ko'rsatilgani temir beton plita, ikkinchi darajali to'sin, 3 bosh to'sin, 4 ustun, 5 bog'lovchilar keltirilgan. Bu hisoblarni amalga oshirish uchun, shu masalalarni ishlashimiz uchun quyidagicha masala qo'yilyapti oldimizga. Ikkinchi darajali to'siqning kesimini tanlash, hisoblash uchun belgilangan hisob chizmasi, temir beton plitasining qalinligi, asfalt pol qalinligi, vaqtinchalik me'yoriy zo'riqish, ikkinchi darajali to'siqlarning qalinligi, ikkinchi darajali to'siqning uzunligi, temir betonning zichligi, asfalt zichligi, to'sin rusumli po'latdan yasalganligi, po'latni markasi, konstruksiya elementlarining ishonchlilik koeffitsiyenti, konstruksiyaning ish sharoiti koeffitsiyenti, zo'riqishdagi ishonchlilik koeffitsiyenti, to'sin materialining hisobiy solishtirma qarshiligi, elastiklik moduli, ikkinchi darajali to'singa tushadigan me'yoriy zo'riqishni uning vaqtinchalik me'yoriy zo'riqishning 2%ga teng deb qabul qilamiz. Ya'ni quyidagicha amalga oshiriladi. Buni amalga oshirishimiz uchun, ya'ni hisob kitobini qilishimiz uchun konstruksiyaga gorizontal tekislikdagi friksiyasining har bir metr kvadratga ta'sir etayotgan doimiy o'zgarib me'yoriy solishtirma kuchini quyidagi formula orqali aniqlaymiz. Quyidagilarni aniqlashimiz uchun, demak, asfalt zichligi, erkin tushish tezlanishi, kuchlanishi, temir beton zichligi, erkin tushish tezlanishi, ish sharoiti koeffitsiyentlaridan foydalanilgan holatda hisob kitobini amalga oshiramiz. Doimiy zo'riqishning ishonchlilik koeffitsiyentini hisobga olgandagi hisobiy qiymatini quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Buni aniqlaganimizdan keyin to'sinning har bir metr uzunligiga tushadigan to'liq me'yoriy zo'riqish quyidagi formula orqali aniqlanadi. Buni aniqlaganimizdan keyin to'sinning har bir metr uzunligiga tushadigan to'liq hisobiy zo'riqish quyidagi formula orqali aniqlanadi. Eguvchi momentning maksimal miqdorini inobatga olgan holatda quyidagi formula orqali, demak, uni maksimal eng katta miqdori aniqlanadi. Aniqlab bo'lganimizdan keyin talab qilinadigan qarshilik momenti quyidagi formula orqali hisoblab topilib, u orqali, demak, sortimentdan ushbu qarshilikka mos bo'lgan, demak, teng bo'lgan qo'shtavr to'sinni qabul qilamiz. Demak, bu orqali qo'shtavrni tanlaganimizdan so'ng uni barcha parametrlarini, hisob kitoblarini yozib olib, uni tekshirishga kirishamiz. To'sinning me'yoriy zo'riqishga nisbatan hisobiy egilishga quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda ko'rsatilgan barcha parametrlar asosida, ya'ni eng katta parametrlar asosida amalga oshirilgan hisob kitoblarni qo'yib, demak, uni solishtirib ko'ramiz. Agarda, demak, me'yoriy qiymatidan oshib ketmagan holatda bu elementni, demak, ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Agarda, demak, buni